Assalomu alaykum Biyogimiz biznes kanali a'zolari va yuk kuzatuvchilari. Mana bugun 3-aprel 2025-yil. Xudolasa yana shartnoma asosida Qarshi tumani fermerlariga biyogimiz yetkazish jarayoni Shudring Shaydos MCH shahri sabzidan chiqayotgan mahsulot. Biyogimiz biyogimiz dastavka qilish jarayoni. Mana KAMAZ mashinasiga yuklayapmiz. Sergitilgan plashatkaga tayyor bo'lgan qoplangan biyogimizlarni Qarshi tumani fermerlariga o'sha paxta ekin maydoniga berish uchun, tuproq unumdorligini oshirilish uchun yetkazib berilyapti. Mana bu plashatkaga turgan bular sergitilyapti namliklari, chunki namliklari hali baland. Mana 2-4 kun 5 kundan keyin xudolasa yaxshi bo'lib qoladi. Buni ham yana bir marta elab qoplayveramiz. Yaxshi sergiydi. Mana qoplangan tayyor. Bu plashatkaga ham ish bo'lyapti. 2 joyga sergitib mana qilyapmiz. Plashatka maydoni kichkinaligi uchun 2 joyga bo'lib sergityapmiz biyogimizni. Namliklarni holati KAMAZga ortish jarayoni. Fermerlar mana mahsulot yetib boryapti xudolasa. Shahri sabzidan chiqayotgan biyogimiz Shudring Shaydos MCHdan. Mana yuklash jarayoni.